Malibu pult qo'yilgan Spark avtomobilini do'stlar 55 million so'm narx aytamiz, ustida kelishib savdolashib olsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli Shaxmat Avto kanali obunachilar. Do'stlar, bugun 22 mart navbatdagi reklamamiz Spark bo'ladi. Oksvetda 2013-yil katta motor, 1.5 motor bo'ladi. Holati zo'r, konditsionerlari hamma narsasi ishlab turibdi. 4 dona paket balon qo'yilgan, Pioneer original kolonkalar qo'yilgan. Xullas, mashina 2023-yilda toza metan gaz ham qo'yilgan do'stlar. Xullas, tayyor avtomobil. Kelasizlar, bemalol haydab ko'rib tekshirib olaverasizlar. 165 ming kilometr yurgan, yurishlari zo'r, motor hadovi chotki holatda, korobkalari zo'r, konditsionerlar ishlab turibdi. Xullas, tayyor avtomobil. Hozir videoni ko'rsatib o'taman. Bemalol kelib tekshirib olsangiz bo'ladi. Like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib qolasizlar. Kim Spark izlab yurgan bo'lsa, shu videoni atmetga tashlab qo'yamiz do'stlar. Xullas, videoni ko'rib tomosha qilamiz. Ko'rishingiz mumkin, holati zo'r holatdagi Spark avtomobili do'stlar. Chexol, polik hamma narsasi bor, даже pultlarni chabayna. Ko'rishingiz mumkin. Holati zo'r holatda turibdi. Chexol, poliki, metan gazlari toza qo'yilgan do'stlar. Mana. Metan gazlari 2037 ga dong sroki. 2 dona Pioneer kolonkasi ham bor, balon holatlari ham zo'r. Paket balon qo'yilgan 4 dona. Ko'rishingiz mumkin. Balonlar ham 4 bir xil paketidan qo'yilgan. Xullas 1.5 motor, katta motorli, zo'r holatdagi Spark. Do'stlar, kraskasi verbenni meda juda kraska degan yillari bor. Xullas, like bosib videoni Spark izlabganlarga tashlab qo'yamiz do'stlar. Zo'r holatdagi Spark avtomobili. Narx 55 million so'm aytamiz. Ustida kelishib beramiz do'stlar. Xohlasangiz bank, xohlasangiz barter variantida kelishishimiz mumkin do'stlar. Hammaga omad, like bosib esdan chiqmasin.